Endi haqiqiy vulqon kuchiga ega bo'ling. Jinsiy zaiflik, peshobdagi noqulaylik va bepushtlik sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni tabiiy mahsulotlar yordamida bartaraf etish vaqti keldi. Vulkan mahsuloti erkaklik quvvatini tabiiy yo'l bilan oshirib, bir hafta 10 kun ichida natija beruvchi ishonchli vosita. Unda quyidagi raqamlar orqali mutaxassislar bilan bog'laning va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Ukraina frontida chet elliklar. Putin fransiyalik jangchilarni tilga oldi. Vladimir Putin Ukrainadagi urushda Fransiya fuqarolari Rossiya tomonida jang qilayotganini aytdi. Rossiya prezidenti Fransiya fuqarolaridan necha kishi Rossiyaning Ukrainadagi bosqinida ishtirok etayotganiga aniqlik kiritmadi. Hozirgi kunda ham Fransiya Respublikasining ba'zi fuqarolari maxsus harbiy operatsiya hududida bizning askarlarimiz bilan yelkama-yelka jang qilmoqda. Ular o'z bo'linmalarini buyuk bobolari nomi bilan Normandiya Neman deb atagan, dedi Rossiya prezidenti. Avvalroq Vajniy Istoriya nashri Ukrainada Rossiya tomonida kamida 48 mamlakatdan yollanma harbiylar jang qilayotgani haqida xabar bergan edi. Jurnalistlar shu vaqt ichida Moskvadagi saralash punktidan o'tgan 1300 dan ortiq xorijliklarning kelgan davlatini aniqlagan. Qayd etilishicha, eng ko'p yollanma jangchilar Janubiy va Sharqiy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 771 kishi. Ikkinchi va uchinchi o'rinlarda sobiq SSR mamlakatlari 523 kishi hamda Afrika davlatlari fuqarolari 72 yollanma jangchi. Nashriga ko'ra, Rossiyaga jang qilish uchun borayotganlar orasida Moskva tomonidan do'st bo'lmagan deb e'lon qilingan davlatlardan bo'lganlar ham bor. Ular orasida AQSh, Latviya, Fransiya va Italiya fuqarolari mavjud.